أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. Bugün kelgan dersimiz bo'lsa Abu Ja'far at-Tahavi rahimahullah yozgan Aqidatut Tahawiyya nomli va Bayanu Aqidati ahli sunnati val jamoa degan ism bilan mashhur bo'lgan. Bu kitobning bugun kelgan dersimiz bo'lsa Qur'oni Karimning maxluqmi, maxluq emasmi degan shu ilmil kalamdaki en meşhur da'talash bo'lgan, munoziralar bo'lgan, jidallar bo'lgan ve şu sebeplik nurg'ulg'an ahli sünnet olimlari turmalarda yetib ketgan, o'ldirilgan, mehnat jafolarni chekkan, qiyin qisloqlarga ilingan bir masala Qur'oni Karim maxluqmi, maxluq emasmi degan masala haqida so'zlaymiz, to'xtalamiz. Endi bu kitap birinci ilgirki zamanda yazılgan kitap bo'lg'achqa, yani keyingi xalaflarning emas, salaflarning kitap bo'lganligi uchun tartibatlar ijmoliy shaklda keladi. Bir oldida, bir keyinida, ba'zida takror keladi, yani ta'kidlash uchun ba'zida ozroq ma'noda ozroq farq bo'lib qoladi. Lekin bek muhim mazmunlarni qayta 2-3 qator takrorlab keltiradigan gap. Yani bu xuddi Fiqh Akbarniki nusxasida. Xuddi İmam Azam Ebu Hanife rahimahullah yazgan Fiqh Ekber degan kitobning shakliga o'xshaydi. Endi asli Alloh taolaning kalam sifatini ratbuj bo'lganda isbotlab bo'lgandan keyin Qur'on kalamullah Alloh taolaning kalamini qatardan Qur'oni Karimda bunda isbotlanib keladi normalda Aqid Nasafi boshqa kitoblarda. Lekin bu kitob muhim kitobning asosi bo'lganligi uchun, boshli kitob bo'lganligi uchun bu yerda faqat birini so'zlab hammasini ichiga kirib ketadi. Ijmoliy shaklda so'zlaydi. Endi yani Mu'tazila bilan ahli sunnatning o'rtasida bo'lgan kurash, eng mashhur kurashlarning biri Qur'oni Karim maxluqmi, maxluq emasmi degan kurash. Tabiiyki biz bu Qur'oni Karimga kirishdan avval Alloh taolaning kalam sifati biroz to'xtalishimiz kerak. Alloh azza va jallaga biz sifatul ma'anidin 7ni isbotlagan edik. Sifatul fiil takvinini qo'shganda 8 sifatni isbotlagan edik. Yani sifatul ma'anida har birisining o'z oldiga bir ma'nosi bor sifat olib 8 dona sifatni Alloh taologa nisbat bergan edik. Ash'arilar 7 nimalar Maturidilar 8 ni nisbat bergan. Endi mushu sifatlanishida bir ittifoq bo'lgan sifatning biri al-kalam. Sıfat ma'nining biri al-kalam. Alloh taolaniki kalam sifati. Alloh taolo kalam sifati bilan so'zlaydi. Alloh taolaniki kalam sifati bor. Lahu sifatun azaliyatun ismuhu kalam. Endi bu kalam degan sifat Alloh taolaning zoti bilan turadi. Xuddi Alloh taolaning zoti qadim bo'lganidek, Alloh taolaning kalam sifati mu qadim. Alloh taolaning bu kalam sifati xuddi Alloh taolaning zoti maxluqlarga o'xshamagandek, bu kalam sifati mu maxluqlarga o'xshamaydi. Endi biz maxluqlar so'zlash uchun til va harflarga, ovozlarga muhtojmiz. Biz shundoq til, harf, ovoz orqali so'zlamasak biz so'zlay olmaymiz. Ammo Alloh taolaning kalami bizning kalamimizga o'xshamaydi. Nima o'xshamaydi? Alloh taolo bihojat. Allohu val g'ani. Alloh taolo so'zlash uchun harf, ovoz nimalarga, harf ovozlarga ehtiyoj yo'q. Endi bu tovush, harf ovozlarga ehtiyoji bo'lmagan ekan, endi Alloh taolo qanday so'zlaydi desa, Alloh subhanahu va taolo taqaddas bandalarga o'xshamagan holda so'zlaydi. Alloh taolo so'zlaydi. Lekin bandalarga hech qanday jihatda o'xshamagan holda so'zlaydi. Hech qanday jihatdan, ya'ni bir jihatdan emas, hech qanday jihatdan o'xshamagan holatda so'zlaydi. Bu haqda ulamolar nurg'ulg'an ixtiloflarga kirishgan, biz u yerga kirmaymiz. Chunki undan bir bizga asosiy bir foyda chiqmaydi. Lekin endi asosli ko'z ko'ringan kitoblardan biri ahli sunnat olimlari Alloh taolaning kalomini
ikkiga bo'lgan. Ikkiga bo'lgan. Bu ikkiga bo'lishning sababi nima chiqdi desa, chunki ikki firqa maydonga kelganda, biri Mu'tazila firqasi. Mu'tazila firqasi deganki, Alloh taolaning kalomi, Alloh taolaniki kalam sifati Alloh taolo turmaydi. Alloh taolaning kalam sifati Alloh taolo turmaydi. Alloh taolaning kalomi degan gap, ya'ni Alloh taolo yaratdi. Lahul mahfuzni Qur'on emas, yaratdi. Uni keyin Lahul mahfuzni jumlasidan tushirdi degan bo'ladi. Ya'ni Alloh taolaniki qadim sifati emas deydi kalam. Endi karramiya degan bir firqalar desa, bular deydiki Alloh taolo bu kalamullohning sifati, lekin Alloh taolo da hodisalar Alloh taolada turalaydi. Alloh taolo mahallul havodis deydi. Karramilar. Endi buningdan nima chiqdi? Mahallul havodis degan gapdan shu mahalldan hodis kelib chiqadi. Yalzamu min kavnihi mahallul havodis hudusu. Ya'ni shuning uchun ahli sunnat qat'iy shaklda Alloh taolo hadislarniki mahalli emas. Alloh taolo qadim, Alloh taoloning sifatlari qadim. Alloh taolo bilan hadis nima tutlasab turmaydi. Balki qadim sifat turadi deydi. Endi uning kenidan andoqlar bo'lsa, bunda desa Alloh taoloning qadim bo'lsa, sifatimi qadim bo'lsa, bu yerda ta'addudni qulama kelib chiqmamdi degan savolni qo'yishdi ular. Mu'tazila bo'ladi. Degan lekin ulug' beradigan javob bu sifatlar la aynuz zat va la g'ayruz zat. Sifatlarning o'zi Alloh taolaning sifatining ayni emas, Alloh taolaning zotining ayni emas, Alloh taolaning zotining g'ayri emas. Buni degan gap desa, ya'ni la bu nimada bizning mafhumimizda, tushunchimizda sifat bilan zot ayni bir narsa emas. Masalan Alloh taolaning hayot sifati bilan masalan vojibul vujud degan zot bilan hayot degan sifati boshqa ma'noni bildirdi. Vojibul vujud boshqa ma'noni bildirsa, hayot degan boshqa ma'noni bildirdi. Ma'nosi boshqa tushunchada. Lekin tashqari desa, tashqarida boshqa bir narsa emas. Fil xarij. Shuni nima deymiz? La huwa aynuhu fil mafhum va la huwa ghayruhu fil xarij. La huwa aynuhu fil mafhum va la huwa ghayruhu fil xarij deymiz. Xo'sh, endi bunda degandan keyin demak Alloh azza va jallaning kalam sifati bu qadim bo'ldi. Kalam sifatini isbotladik. Alloh taolo va kallamallohu Musa taklima. Ondan hatta yasma'a kalamalloh deydigan bilamiz, Alloh taoloning kalomi isbotlanadi. Endi unda bo'lgan ekan bir qismi nima dedi karramiylar hodisiga chiqadi Alloh taoloning kalomini. Mu'tazilalar ya Alloh taoloning zoti turmaydi. Alloh taolo yaratdi deb ikkinchi hadis degan bo'ldi. Endi ahli sunnat va jamoat nima deydi? Bu qadim. Qadim deydi. Uni kenidan Qur'oni Karim Mu'tazila intayin kuchli shubhalarni keltirdi. Qur'oni Karimning oyatlaridan ma'anzilna min rabbihim min zikrim min rabbihim muhdas degan bir oyat muhdas. Ya'ni biz ular tushungan Qur'on muhdas degan yangidan paydo qilingan degan bu to'g'ridan lafzi ma'nosi qilgan bo'lsa, bunda bir muncha nimalarni keltirdi. Bir muncha shubhalarni keltirdi. Buningga qanday javob berdi desa, ahli sunnat, ya'ni Qur'oni Karimdagi bu bir muncha oyat bo'lganligi uchun shu sababdan ikki taqsimga muhtoj bo'ladi. Kalamulloh an-nafsi, kalamulloh yani böyle kalamullahil lafzi. Allah azze ve celle'nin kalamını şu delillerle qarab turib ahli sünnet ikki taqsimga bo'ladi. Bir kalamullahil nafsi, kalamullahil lafzi. Kalamullahil nafsi degan kalamun nafs deb atildi. Yani ve yaquluna fi anfusihim la yu'adibuna Allahu bima naqulu. Bir adam ko'ngli qanday gap qildi desa, gap qilib bo'ladi deb misol keltirib Ömer radhiyallohu anhu'niki mushu Bani Said qabilasiga borganda Rasululloh patlab ketib, Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhudan Bani Said qabilasiga berib, shu yerda Ömer radhiyallohu anhu nima deydi? Men inni zawwartu fi nafsi kalaman. Ko'nglimda bir gapni qattiq tayyorladim, yosadim. Degan qolsam Abu Bakr men tayyorlagan gapni hammani dedi deb shunda deydi. Demak, ya'ni bir insonning ko'nglida gap bo'ladi. Lekin og'izdan chiqqan gap tag'i ba'zida ko'nglida gap bo'lmaydi. Haqiqiy gap ko'nglida bo'ladi ham insonning. Ko'nglidagi gap haqiqiysi. Og'izdan chiqqanicha desa, ba'zida rost chiqadi, ba'zida yolg'on chiqadi. Shuni misol keltirib hamda olimlar, ya'ni
kalamullahi nefsi dese mesela teşbih yüzünden, tenzih yüzünden Allah Teala harfsiz, avazsız, muhtaç olmağa halde sözleyereydi o dese, şunun olan başkalar o kanda yapıldı ona, o avazsız, harfsiz sözü kanda yapıldı o dese, anda kanda gap bulamdı o avazsız, harfsiz sözü gibi khiyal buldu, gap olmaydı, kalam olmaydı dese, Kur'an-ı Kerim'in delillerini getirirdi. Kur'an-ı Kerim'deki ve yekuluna fi enfusihim levla yu'adibunallahu ve yekuluna fi enfusihim. Fi enfusihim de vardı. Yekulun da kavl da batavatdı. Anladın? Demek Allah Teala atığını siz müşahadım ettiniz. Ben önceden. Onun keneden bu fakatlan bu takribi bu. Bu taksim takribi. Yani bu emniyette bir şundak diyen gibi yok. Onun keyfiyetini, mahiyetini bir Allah'ın başka hiç kim bilmeydi o. Kalamullah'ın ki. Lakin onu bizge bir düşündürüş için misal takribi kılıp keltirdi de ona. Yani Allah Teala'nın kelamı iki kılgı bölündü. Biri kalamullah'ın nefsi, yani biri kalamullah'ın lafzi. Kalamullah'ın nefsi degen Allah Teala'nın ki kadim boğan kelamı. Yani bir boğan. Xuddi başka sıfatlerdek bir boğan. Özgermeydiğen, hadis bulmağan, Allah Teala'nın zatı bilen turduğan kadimi boğan kelamı kalamullah'ın nefsidir. Hem de kalamullah'ın lafzi degende yani medlul. Yani bu dal. Yani kalamullah'ın nefsi medlul. Kalamullah'ın lafzi bolsa nima dal. Yani bizning hozir o'qib atganmiz Qur'onlarimiz, shunda qaraydigan bo'lsak bu Qur'onlarniki bu yozilganligi, yangidan paydo bo'lganligini hammadan biladi. Har bir Qur'onning yozilgan tarixi bor. Buniki daftarlarini, kitoblarini, xatlarini hammani yozilganligini biz bilamiz. Lekin mushu Qur'ondagi mushu oyatlarning o'z hammasi naq almay talmay Allah Teala'nın kalamullah'ın nefsini gösterdi. Yadullu. Yani mushu oyatlarning hammasi Allah Teala'nın kadimi sıfatı olan kalamullah'ın üzünü naq gösterdi. Hiç qandaq ziyoda emas, kam emas. Şunun bilan bunu deymiz, dal deymiz. Allah Teala'nın kalamullah'ın nefsini kadim deymiz. O da olgandan mana Qur'onning yozilgan oyatlar bizning harflarimiz, bu Qur'onni o'qishimiz, Qur'onni yodlashimiz, Qur'onni tingishimiz, Qur'onni yozishimiz hammasi maxluq. Lekin bu shu Qur'on, shu o'qiyotgan Qur'onning ma'nosi bo'lgan, shu Qur'onniki o'zi bo'lgan, aslisi bo'lgan desa, Allah Teala'nın kalamida qilgan mazmul bo'lsa, bu g'ayri maxluq. Bunda degandan keyin asli narsa Karami bilan Mu'tazila orasidagi xitob tugaydi. Ammo birisi deydi, hattoki Hanbali mazhabining ichidan bir qism odamlar deydiki, Qur'onga mushu Qur'on qadim deydi. Ya'ni mushu Qur'onning o'zimi qadim deb hatto azbaydiganlar shu aytilgan gap. Endi lekin bizning imomlarning zamonasida deganda u chaqda Mu'tazila degan guruh Qur'oni Karim maxluq degan gapni ko'tarib chiqqanlik uchun ahli sunnatdan biz yo'q maxluq emas. Deb chunki ularning maxluqligini Alloh taolaning sifati bo'lgan kalomi demoqchi edi. Maxluq emas deb İmam Azam maxluq emas dedi. İmam Azam nima deydi? Kelgan rivoyatda Abu Yusuf rahimahulloh deydi. Men Abu Hanifa bilan 6 oy munozara qildim, datalash qildim. Oxirida mening fikrim bilan Abu Hanifa'nın fikri şunu bir yere keldik ki her qandaq adam Qur'oni Kerim g'ayri maxluq. Maxluq emasdir. Kimki Qur'oni Kerimni maxluq deydigan kafir bo'ladi. Degan ko'z qarashda fikrimiz bir yere keldi, deganlar keldi. Shuning uchun bu intayin inchki masala, Shuning uchun zo'r kelmaganda Qur'oni Kerim g'ayri maxluq degan gapni qilmaymiz. Ya'ni nima deymiz? Xuddi fiqh akbar degandek Qur'oni Kerimni bizning o'qishimiz, Qur'oni Kerimni bizning yozishimiz, Qur'oni Kerimni bizning anglashimiz, Qur'oni Kerimni bizning talaffuz qilib chiqarishimiz hammasi maxluq. Lekin Qur'oni Kerimning o'zi maxluq emas deb bunda tushunamiz. Bu intayin xotirjam tafsir bo'ladi. Xo'sh. Endi mushu vaqtda nimalar İmam Ebu Cafer el-Tahavi rahimehulloh nima deydi? Buni o'qib ko'raylik. Bismillahirrohmanirrohim. İmam Ebu Cafer el-Tahavi rahimehulloh deydi ki İmam Ebu Hanife, Ebu Yusuf ve İmam Muhammed rahimehullahlar derler ki ve innel Kur'ane kelamullah minhu beda bila keyfiyetin kavla. Şüphesiz ki Kur'an-ı Kerim Allah Teala'nın kelamıdır. Minhu beda. Allah Teala'dan aşkar oldu. Bila keyfiyetin kavla degan. Kavl cihetinde hiç qandaq bir keyfiyetsiz. Hiç qandaq bir qandaq ki, mundaq ki deydigan bir keyfiyetsiz. Bu qandaq gap ki, bu qandaq
qanday gapki bu deydigan kayfiyatsiz holatda nimadan Alloh taoladan oshkora bo'ldi. Qur'oni Karim oshkora bo'ldi. Endi bu yerdagi ba'zi rivoyatlarda badaa deb keladi, bu xato. Asli bada. Nimashqa badaa desa xuddi boshlandi degan ma'no chiqadi. U chaqda boshlandi desa Qur'oni Karim hadis degan ma'no chiqib qoladi. Boshlangan narsa. Endi bu bada oshkora bo'ldi. Asli bu maxfiy edi. Lekin Alloh taolo qadimiy bo'lgan o'zining kalomini nimaga oshkor qildi. Jibril alayhisalomga Lavul Mahfuzga oshkor qilib, Lavul Mahfuzdan Jibril alayhisalomga nozil qilib, Jibril alayhisalomdan Payg'ambar alayhisalomga vahiy qilib nozil qilib, Payg'ambar alayhisalom orqali butun nimaga ummat Muhammadiyaga oshkor qildi. Endi o'sha bila kayfiyatni qavlan degan yerda intayin muhim kayfiya. Bila kayfiya degan gap bak muhim bizniki ahli sunnat va jamoat uchun. Bizda 3 narsa bor. Kayf, kam, ayna deydigan. Kayf, kam, ayna deydigan. Bu kayf, kam, aynalar nimadan savol so'raladi? Faqat jismdan savol so'ralgan narsa. Jism. Ya'ni bu jism va arazdan. Jism va arad. Jismlardan va hadislardan so'raladigan. Bu qandoq narsa? Kayfa huwa degan qandoq narsa? Mohiyatdan so'raladi. Onun kenidan kam degan chu kam munfasil, kam muttasil deb ishlaydi. Ya'ni bu qanchalik ekan, qancha kilo ketgan, qancha metr keladi ekan, cho'ngmikan, kichikmikan degan yerga kam. Munfasil degan chu qancha don ekan, biyimiga ishkimikan. Ya'ni bunday keladi. Ya'ni biz jism bilan arazlarga ishlatilgan. Ayna degan chu nada, qayerda? Nada ekan, bu nada yashaydi ekan, nada turdi ekan degan bumu nimada shu jism bilan arazlarga so'ralgan savollar. Mushu narsalarning hammasi Alloh taolaning haqida g'ayri ma'qul. Alloh taolaga kam, kayfa, ayna degan savol berilmaydi. Bu savolni bergan odam aqli joyida emas ekan deb javob beramiz. G'ayri ma'qul. Nimishqa buni Imom Malik rahimahullohdan biri Alloh taolo Qur'oni Karimda Ar-Rahmanu alal arsh istawa debdi. Kayfa istawa'uhu deb so'raganda Ashja'da nima dedi Imom Malik? Al-istiwa'u ma'lumun val kayfu g'ayru ma'qul. Val kayfu g'ayru ma'qul deb javob berdi. Mumkin va su'alu minhu bid'atun deb shunda qarab bu odamning ta'rifini qarasam yaxshi emas deb chiqarib o'tganlar deb odamni chiqarib o'tdi. Ya'ni huzuridan. Ya'ni shaydi g'ayru ma'qul degan gapning o'zimi ya'ni Alloh taologa kayf deb savol qilish o'zi g'ayru ma'qul. Aqlga uyg'un gap emas. Aqlga uyg'un gap emas. Chunki Alloh taolo jism emas. Chunki Alloh taolo jism yoki hodisa emas. Bunun kayf nima deb kayf kam ayni deb savol so'raydi. Amma chadimi bila kayfiyatni qavlan deganda bu Alloh taoloninki Qur'on Allohning kalomidir deb bilsa Alloh taolo qanday so'zlaydi, uni nima bilan so'zlaydi deb savol so'rash o'zimi xato. Anladın? Bizden şu harf bilen avazsız, harfsiz adı sözlüydü degan gapni digini salmaslik kerak. Asli qoida Alloh taolo Qur'on Alloh taoloning kalomi g'ayri maxluq degandan keyin Alloh taolo o'zi kalom bilan so'zlaydi degandan keyin buni o'tirishga ketmaslik kerak. Bundan boshqani so'ramaslik kerak. Qanday so'zlaydi u? So'zni boshqada yordamda kiymas kerak es g'alatammiz. Osh kiygandan keyin biz tanzih yuzidan nima deyishga muhtoj bo'lamiz? Bila savtin va la harf. Ya'ni chunki insonning kallasiga gap qildi degandan keyin ham cho'qim shu ovoz bilan, harf bilan gap qilganligi, til bilan gap qilishganligi kelganligi uchun biz shuni nima qilamiz? Tanzih sifatida uni nafiy qilamiz. Bo'lmasa bu yoki kirishning hojati yo'q, aslida so'rash tegishga emas bo'lgan savollar shu kayfa degan. Shu yerdan deyotdi, bila kayfiyatin qawlan. Ya'ni qandoq so'zlaydi degan savol so'ralmasdan Qur'on Karim Allohning kalomidir. Alloh taolo tashkil bo'ldi. Va anzalahu ala rasulihi vahyan. Ve Kur'an-ı Kerim'ni o'zining rasuli Muhammad Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'ga vahiy qilib nazil qildi. Ve saddaqahul mu'minuna ala zalika haqqan. Ve mu'minlar shuningga haqiqatan ishondi, tasdiq qildi. Ya'ni Qur'on-ı Kerimning Alloh taolo tarafidan Rasululloh sallallohu alayhi ve sellem nazil qilinganligiga mu'minlar chin ko'ngildan ishondi, shuni tasdiqladi, shu bo'yicha shuni amal qildi, ixlos qildi va shu Qur'on-ı Kerimga ishonmaganlar bilan nima qildi? Jang qildi, kurash qildi. Mana bu shuni nimaning dalili? Sahobalarniki shunga ishonganligining dalili. Va yaqanu annahu kalamullohi taala bil haqiqa. Ular
bu Kur'an-ı Kerim'nin hakikatte Allah Teala'nın kelamı ekanligiga jazmiyat qildi, jazmlashtirdi. Ya'ni Mu'tazila guruhidagi Kur'an kalamullah degan, ya'ni Allah Teala'nın yaratgan mahluqi, ya'ni Allah Teala yaratgan mahluq degan bu majaz bu degan ko'z qarshi qiladi demoqchi. Ya'ni bular nimaga jazmiyat qildi? Kur'an-ı Kerim haqiqat bilan Allohning kalami, ya'ni majoziy emas. Chunki agar bir odam Allah Teala yaratgan Kur'an-ı Kerim kalamullah degan ma'nosi, ya'ni Allah Teala yaratgan kalam degan bo'ladi ma'nosi deb desa, agar andaylar joiz bo'lsa, masalan qora degan narsani Allah Teala yaratgan. Allah Teala yaratgan. Lekin biz Allah Teala'ni qora demaymiz. Savodullah demaymiz masalan. Demak, u Allah kalamullah degan gap degan Allah Teala'ning kalami degan gap. Buni bu yerda qamlashmagan majozli gap deganga majoz bo'lmaydi. Shuning nima deydi bular? Haqiqatan Allah Teala'ning Qur'on-i Karim kalami ekanligini nima qildi? Hammasi jazmiyat qildi, jazmlashtirdi. Laysa bi makhluqin ka kalamil bariyyah. Qur'on-i Karim Allohning kalami degandan keyin laysa bi makhluq u chiqdi deyilmaydi hozir. Laysa bi makhluq. Qur'on-i Karim maxluq emas, ka kalamil bariyya. Maxluqlarning, bariyaning ma'nosi maxluq deyiladi. Xalqlarning kalami o'xshash. Xalqning kalami hammasi maxluq. Paydo bo'ladi. Tildan, harflardan, tishlardan, havo orqali nima qildi u? Kalpuklardan etilib chiqish orqali, tish orqali, aql til orqali, tillarni harakat qilish orqali paydo bo'ladi. Buni hammamiz bilamiz. Lekin Alloh taoloninki laysa bi maxluq degani shu mushadan chiqyapti. Laysa bi maxluqun ka kalamil bariyya degani shu edi. Alloh taoloning kalami anda harflardan, tishning orqalidan, kalpuklardan chiqadiganға nima emas, maxluq emas. Laysa bi maxluqin ka kalamil bariyya. Qur'on-i Karim xalqning maxluqlarning kalami o'xshash, maxluq emasdir. Faman sami'ahu faz'ama annahu kalamul bashari faqad kafar. Kimki Qur'on-i Karimni anglasa, Qur'on-i Karimni anglab bu insonning kalami ekan deb gumon qilsa faqat kafar. Allah qachon kafir bo'lgan bo'ladi. Va qad zammahu Alloh va abahu va aw'adahu bi saqar. Halbuki Alloh taolo Qur'on-i Karimni insonning kalami ekan deganlarni sökti ve ayıpladı ve aw'adahu bi saqar, unga davzax bilan tahdid soldi. Davzax bilan nima? Saqar bilan qo'rqitdi. Haythu qanday qilib desa munda deb Alloh taolo qavdi munda deb. A'udhu billahi mineşşeytanirracim. Sa'uslihi saqar. Men uni saqarga kirgizaman, saqar nomli davzax kirgizaman dedi. Qachon desa falamma aw'adallohu bi saqar liman qal. Ya'ni Alloh taolo in hada illa qavlul bashar degan, ya'ni Valid ibn Mughira deydi bu yerda. Ya'ni kim degan bo'lsa, shu bu faqatlam insonning qavli ekan degan kafirga Alloh taolo saqar bilan va'da qilgan bo'lsa, ya'ni tahdid solgan bo'lsa, va o'sa saqar deb saqar bilan tahdid solgan bo'lsa, alimna va ayqanna annahu qawlu xaliqul bashar. Shuni bildikki, shuni jazmlashtirdikki, bu Qur'on-i Karim insonni yaratquchining qavlidir. Va la yushbihu qawlal bashar. Insonning qavliga hech qanday jihatdan o'xshamaydi. Mana muydavga degan mushunda sifatlagandan keyin nimalar biz ahli sunnat va jamoatlar shuni qaratib, Allah Teala'nın kalami insanın kalamiga hech qanday jihatdan o'xshamaydi. Harf bilan emas, ovoz bilan emas, bizning qavlimizdan ovozimizga o'xshash emas. Alloh taolo o'zi harfga ehtiyoj bo'lmagan, ovozga ehtiyoj bo'lmagan holatda so'zlab, o'sha so'zini xohlagan odamga anglatadi. Wa man wasafa Alloha bi ma'nan min ma'anil bashar. Kimki Alloh taoloni bashar degan insonning ma'nolaridan biror ma'nolarni sifatlasa. Sifat degan bir ma'nodir. Sifat degan bir ma'no. Masalan, Zaydun alimun desam, Zayd olim degan bo'ladi. Olim Zayd. Shu bilimlik Zayd degan bilim degan bir ma'no. Zayd degan bir ma'no. Hamda kimki Alloh taoloni insonning ma'nolari degan gap, insonning sifatlaridan bir sifatdan sifatlasa, faqat kafar. Bu Alloh qachon kafir bo'ladi, ya'ni haqiqatan kafir bo'ladi. Faman absaraha da'tabar. Kimki mushuni ko'rsa, ya'ni ma'rifat ko'zi bilan bu Alloh taolaning maxluqotga o'xshamaydiganligini, kimki Alloh taolaning maxluqotlarga o'xshatsa kafir bo'ladiganligini ma'rifat ko'zi bilan ko'rsa, faman absaraha da'tabar. Bu ibrat oladi. İbrat ko'zi bilan ibrat oladi.
Marifat ko'zi bilan buni ko'rgan odam ibrat ko'zi bilan ibrat oladi. Va an misli qawlil kuffari inzajar. Bu kafirlarning qavlining, kafirlarning so'ziga o'xshash gap so'zlashdan inzajar degan gap o'zini qattiq saqlaydi, o'zini cheklaydi. Inzajar degan gap o'zini cheklaydi. Va alima annahu bi sifatihi laysa kal bashar. Va shuni biludiki Alloh taolaning sifatlari insonga hech qanday jihatdan o'xshamaydiganligini biladi. Endi biz shu jumladagi sharhlarni o'qib boqaylik. Endi bu salimdagi innal Qur'ana kalamullohi azza va jalla minhu bada bila kayfiyatin qawlan va anzalahu ala nabiyhi wahyan va saddaqahu al-mu'minuna ala zalika haqqan degan mushu jumlalar Musannif rahimahullah avval tavhidni bayon qildi. Innalloha vahidun la sharika lahu deb tavhidni bayon qildi. Tavhidni bayon qilib bo'lib, nubuvvat, payg'ambar alayhisolamni payg'ambarligini bayon qildi. Undan keyin Qur'oni Karim haqidagi aqidani bayon qilishga sho'ra qildi. Chunki shariatning oylanish doirasi ham Qur'oni Karimga. Nima ish qilib chuqur biz Alloh taolaning birlikka borligini sifatlab bo'lgandan keyin, payg'ambar alayhisolamning haqiqiy payg'ambar ekanligini sifatlab bo'lgandan keyin chuqur qilish kerak gap bo'lsa, Qur'on bo'lish kerak. Nima ish shariatning oylanadigan doirasi Qur'oni Karim bo'yicha. Qur'oni Karimga. Va bu Qur'oni Karim bo'lsa, payg'ambar alayhisolamning payg'ambarligiga dalolat qilgan eng chong mo'jiza. Payg'ambar alayhisolamning mo'jizalarining ichidagi eng katta mo'jiza qaysi? Qur'oni Karim. Qur'oni Karimning hozirga qadar o'zgarib ketmay, bir harfim o'zgarib ketmay turishi payg'ambar alayhisolam payg'ambarligining har bir inson ko'zida ko'rib turgan dalili. Qur'on o'zi. Chong bu Qur'oni Karimni cho'qim so'zlash kerak. Shuni bilan mushunda uchuq Qur'onda insonlar ixtiloflashgandan keyin muhim bo'lgan ish qazoda avval Alloh taolaning birlik boyligini bayon qilish, undan keyin payg'ambar alayhisolamning bayatligini bayon qilish, undan keyin Qur'oni Karimni bayon qilish bo'ldi. Shuni bunda dedi va innal Qur'ana kalamulloh dedi. Endi bu va innal Qur'ana kalamulloh degan so'zi innallohu vahidun degan so'zga atf beshidiki. Xuddi qanday degandek bu taqdir kalam, ya'ni naqul معتقدين إن الله واحد وإن محمدا عبده المصطفى وإن القرآن كلام الله. Hatta sizga bu. Endi avvalan bir so'rash kerak. Siz Qur'on kalamulloh dedingiz. Qur'on kalamulloh degan ismni biz bu nimada malaqa aqida bilimida chuqum har qanday bir atalg'u istiloh chuqum bir dalil bo'lishi kerak Qur'on Karimda. Yani tavatur, qat'iy bir dalil bo'lishi kerak. Siz kalamulloh deganni o'zingiz o'tib atib oldingizmi yo? Nima topdingiz buni deb savol sorsa, Qur'on Karimni uchuq chiqdi. Ya'ni hatta yasma'a kalamalloh. Degan kalamulloh Alloh taolo o'zi aytadi. Sura Tavbaning 6-oyatida. Ya'ni bu Sura Fatih'niki yuriduna an yubaddilu kalamalloh deb Sura Fatih'ning 15-oyatida yuriduna an yubaddilu kalamalloh deb keldi. Endi xo'sh, buni tushungan bo'ldik. Endi musannifniki minhu bada bila kayfiyatin qawlan degan so'z. Ya'ni bu Qur'on Karim Alloh taoladan qavl jihatdan hech qanday bir kayfiyatsiz oshkor bo'ldi degan. Buniki qanday tushunasiz desa, Abu Ja'far at-Tahaviy rahimahulloh bu jumlasi bilan birinchi qilib Qur'oni Karimniki qavl jihatdagi kayfiyatni nafiy qilish bilan nimani iroda qildi? Qur'oni Karimning azaliy ekanligini isbotlashni iroda qildi. Azaliy. Nimishqa Mu'tazila bilan Karramiylarga rad qaytirish uchun. Chunki Mu'tazila hadis dedi Qur'oni Karimni. Karramiylar hadis dedi. Mu'tazila hadis Alloh taolaning zoti bilan turmaydi. Alloh taolo Lavhul Mahfuz yaratgan dedi. Karramiylar hadis Alloh taolaning zoti bilan turdi dedi. Shuni rad qaytirish uchun nima dedi? Imom Ja'far Tahaviy rahimahulloh bu shu cümlesini dedi. İkinci bu nima buni bunun kayfiyatni nafiy qilishdagi maqsadi nima uchun kayfiyatni nafiy qildi ikkinchi qilib, ya'ni Qur'oni Karimdagi Alloh taolaning kalamining harf va ovoz jinsidan bo'lishini rad qilish uchun. Buni Hanbalilarga rad qilib qaytadi buni. Hanbalilarning bir qismi Qur'oni Karimdagi harflarni tatib hammasi
Andın hemmesi kadimi. Hemmesi Allah Teala'nın kelamı. Avaz hemmesi. Şunda halette okup verilgen. Biz avaz bilen, şunda harfler bilen Levh-i Mahfuzga. Nima qilgan Levh-i Mahfuzning Jibril alayhissalom oyunda qurib berganda bunda yapıldı. Ve onun keyin Allah Teala so'zlaydi, qachon qalisi so'zlaydi, qachon qalisi to'xtaydi, harf bilan so'zlaydi, qanday qilsa shunday qildi deb yanida. Yani bular demek çoğun niyeti yaxshi deb inna ala kulli şeyin qadir deb oyatni o'qib buni keyin niyet yaxshilik qildi deb so'zlaydi. Amaliyotda bu andadash orqali Alloh taolani bandiga o'qitish sog'lig'ini bilmaydi-da. Xatarmaydi. Biz mi deyalamiz bu so'zlaydigan shu bo'lsa. Endi nima ish qilmanda? Nima uchun shunda Abu Ja'far at-Tahawi rahimahulloh bunu Kur'an-ı Kerim'in ezellik sıfatlaş için Mu'tezilerge, Keramilerge rad kılıdı. Bunu harf ve avazın emmesleydi. Dese çünkü Allah Teala'nın Kur'an-ı Kerim Allah'ın kelamı Allah Teala'nın zatı bilen turgan sıfatıdır. Anda oğandı ki bu sıfat xuddi Allah Teala'nın kalan sıfatlarına okşaş kadim bulundu. Çünkü eğer hadis olsaydı, bu kalam sıfatı hadis olsaydı, bu hadis bo'lgan narsa ya Allah Teala'nın zatida bo'lish kerak edi. Karramili gumon qilgandek. Bu chaqda Allah Teala'nın zati mahallil havadis. Havadislarga mahal bo'lib qoladi. Bu joiz emas. Anladın? Nima joiz emas? Çünkü eğer mahallil havadis bo'lsa, chaqda zot nima bo'ladi? Hadis bo'ladi. Bu mumkin emas. Yoki bu hech qanday bir mahal bo'lmasligi mumkin. La fi mahal. Yani mahal yo'q bo'lishi mumkin. Bu sifat bir mahalda emas, uni yo'q qilish mumkin. Bu mumkin emas, chunki hech qanday bir sifat mavsufsiz turmaydi. Hech qanday bir sifat mavsufsiz mavjud bo'lmaydi. Chunki kalam degan bir arad, hodisa. Uningga chuqur bir nima bo'lish kerak, bir mahal bo'lish kerak. Hodisa deganga chuqur nima bir turadigan, mavjud bo'lib turadigan bir yer bo'lish kerak, bir sifat bo'lish kerak, mavsuf bo'lish kerak. Yoki bu yana bir nimada yuz bergan bo'lishi mumkin. Ya'ni uchinchi ehtimollar yana bir mahalda yuz bergan bo'lishi mumkin. Bu chaqda so'zligichi shu mahal bo'ladi. U so'zni yaratuvchi emas. U so'zni yaratuvchi modda intay muhim gap. Ya'ni Mu'tazilah nima deydi? Ya'ni kalamulloh degan gap, ya'ni Alloh taolo yaratgan kalam degan bo'ladi. Alloh taolo yaratgan kalam degan bo'ladi buning ma'nosi desa, Allah Teala o'zining g'ayrati kalamni yaratgan bo'lsa, u g'ayri gap qilsa Alloh taolo gapgan bo'lmaydi. Mutakallim kim bo'ladi? Shu g'ayri bo'ladi. Anladın? Masalan, men hozir bir odamni urdim. Men bir odamni urdim. Mana bu urishimni Alloh taolo yaratib berdi. La havle ve la kuvvete illa billah. O'g'uchi kim? Ad-darib vallah. Alloh taolo o'g'an bo'lamdi demna? Ha, o'g'uchi men kasb qildim. Allah Teala fakat uruş diyen ben ihtirar kalıp için ben uruş diyen kuvvetini yaratıp verdi bas. Demek mütekellim Allah Teala'nın mütekellim dedik mi? Mütekellim düşün çukum bu sıfat Allah Teala duruş gerek. Ne demez? Mahluk demez. Hem de Hanbelilerin kavli Hanbelilerin deydi o. Kur'an-ı Kerim'in harfleri mi? Gayri mahluk deydi Hanbeliler. Kur'an-ı Kerim'in harfleri mi? Az biz bunu harflerimizi mahluk emez. Allah Teala'nın zatı bilen turdu degan bu gap batıl. Çünkü harf degan aqmaq o'qiladi. Alif ba ta sa elhamdülillahi rabbil alamin deb aqmaq o'qiladi. Uning ba'zisi baldi o'qiladi, ba'zisi keyin o'qiladi. Andagandan keyin o'qilgani baldi o'qilganidan keyinda qoladi. Kullu masbuqin hadis. Kullu masbuqin hadis. Bu qoida. Har qanday oldiga bir chiqib ketgan keyinda qolgan narsa hammasi hadis. Allah Teala'nınki fakat bir harf qilgan qadim qolgan harf hadisning yapib qo'yishadi. U xato gap. Nimishqa? Chunki harf degan faqat nimadan vositalardan chiqqan narsa. U vositalar qarshi halq bile gal. Yani bile shafa, qalfoq. Yani bile chish. Yani bile lisan, til. Aql til degan mush narsalardan paydo bo'lgan, tamg'oq degan narsadan paydo bo'lgan narsa. Mush vositalardan. Anda olgandan keyin bu Allah Teala bizga o'xshash Araplar ovozdan so'zlaydi deganlik o'xshatganlik bo'ladi. Bundan nima lozim bo'ladi? Fayalzamu minhu tajsim. Ta'ala Allohu an zalika uluwan kabira. Bundan mujassima aqidasi lozim gap qoladi. Shuning uchun
bunun qattiq hazar eylesh kerak. Endi musannifniki enzelahu ala nebiyyi vahyen degan qavli. Yani öz peygamberge vahiy qilib tushirgani Alloh taolo Qur'on Karimda deydi: "Va uhiya ilayya hadal Qur'ana liunzirakum bihi ve men balag." Sura Naml 19-oyda "Va uhiya ilayya hadal Qur'an liunzirakum bihi ve men balag" da Peygamber Aleyhisselam bunda deyişini Allah taolo buyuruyor. Yani bir ayette Allah taolo dedi ki: "Huvellezî enzele aleykel kitâbe." Diye ayet. Sura Ali İmran'da mesela. İnna enzelnahu fi leyletil kadr. İnna nahnu nazzalna zikra ve innehu lehu lehafizun. Yani o ada sıcak vakti ayetler. Amde musannif ve saddaqahul mu'minun ala zalika hakkan dedi. Yani müminler şu Kur'an-ı Kerim'den Allah Teala tarafından Peygamberimiz vahiy bulup düşürülge tasdik kıldı, işendi için kalbedin digeninin manası yani çünkü sahabeler Peygamber Aleyhisselam Kur'an'ın nazil bolganlığı hemmesi şahit oldu. Hemmesi guah oldu. Ve Kur'an-ı Kerim'nin mucize ikenligini hemmesi tahkik kıldı. Hakiki mucize de bildi. Ve Kur'an-ı Kerim'nin Allah Teala'nın kelamı ikenligiga hemmesi çin kalbinin işendi. Andinkin ular bu Kur'an-ı Kerim'ni ulardan keyinkilarga tavatur yo'l bilan, mutavatir yo'l bilan naql qilib, qiraat qilib yetkazadi. Rasulullohning qanday anlagan bo'lsa, keyinki tabiinlar shuni yetkazadi va xalqni shu Qur'on-i Kerimning hukmlarini barpo qilishga chaqirdi. E'tiqod jihatdan va amal jihatdan Qur'on-i Kerimning hukmlarini barpo qilishga chaqirdi. Ana shu ularning tasdiqining dalilidir. Endi musannifning ayqanu annahu kalamullohi azza va jalla bil haqiqa degan qavlni bu ma'nosi. Ular haqiqatan Alloh azza va jallaning kalami ekanligiga jazmiyat qildi degan ma'nosi emas. Ya'ni ular jazmiyat bilan bildiki Qur'on-i Kerim Alloh taolaning haqiqatan Alloh taolaning kalamidir. Xuddiki ilm, hayot, qudrat degan boshqa sifatlarga o'xshash. Ve bu muşu kavlada yine Mu'tezile'ye yatma. Mu'tezile mezhebiga. Mu'tezile ne deydi o? Yani Kur'an-ı Kerim Allah'ın kelamı da batardı mecazül bilen. Mecazül Allah'ın kelamı da batardı. Nemiş kal li ennehu haliku. Allah Teala Kur'an'ı yaratkanlık için xuddi nima deyek Abdullah degandek, Beytullah degandek, Kalamullah degan Allah Teala yaratgan degan bo'ladi. Shunga degan gapiga red qaytirib bu Allah Teala'nın haqiqatdagi kalami, mecazi kalami emas. Bunu aqliy jihatdan qaytirgan javob Mu'tezile'ninki bu gumoni mufasid. Nimishqa? Chunki gap qilgan odam haqiqatda mutakallim degan kim? Shu kalam sifati shuni tug'a odam mutakallim. Nima qadam emas? Kalamni yaratgan zot emas. Kalamni, gapni yaratgan zot mutakallim bo'lmaydi. Gapni qilgan zot mutakallim bo'ladi. Masalan, Toyota shirkati mashina yasadi. Yaris mashinani birini yasadi. Yasagan bo'lsa, mashinani bir adam elib olib, bir adam ustiga bo'lsa jinoyatchi kim? Toyota shirkati jinoyatchimi? Haydab olib ustiga adam jinoyatchimi? Kim sahiq kim bo'ladi? Sotib olgan adam haydigan adam bo'ladi-da. U Toyota shirkati yasab qo'yganga sahiq bo'la qolmaydi. Xuddi alim degan kim? İlim sifat turgan adam. İlim degan sifat mavjud bo'lib turgan odamdan bo'ladi, alim bo'ladi. İlimni yaratgan zot emas. O'zining g'ayrida ilmni yaratgan zotni uni sifatli bir adam alim desa bir adam bu katta alim bo'libdi. Mullam desam, masalan mullam deylar. Mullam adam kim ma desam, ondan bu mullamning ilmini kim yaratgan? Alloh taolo yaratgan. Yani millet Allah Teala'nın mullam demeymen ne çağda? Ha bunun da gibi. Hem de Musannif'deki femen semi'ahu ve za'ama ennehu kelamul beşer fekad kefa. Kim ki Kur'an-ı Kerim'ini anlap, bu Kur'an-ı Kerim'ni insanın kelamı da bilse, iman kılsa, o hakikaten kafir bulunduğu diyen kaldı. Bu bolsa bu münafıklarga yani Kur'an-ı Kerim hakkında ta'yin kılıp atkan münafıklarga bir reddiye. Nima de münafıkın dediği bu Kur'an Muhammed'in kelamı yüzü diye vagan gibi. Andın Allah Teala onun vahiy kılısı var. Yüzü diye vagan gibi diyen münafıklığa Allah yani nima musannif katı reddiye bilip diyen gibi. Allah Teala bunda diye adamlarını yüzü eyiplap, tenkitlap
Sakar namlı davza bilan tahdid silib, nima dedi? İnne hâzâ, nima degan adamga? In hâzâ illa qavlul bashar degan adamga sauslihi saqar dedi. In hâzâ illa qavlul bashar degan munofiq kafirga sauslihi saqar deb tahdid soldi. Naq maydonda. Yani tahdid emas, amaliyat kirgizdi. Endi falamma ev'adallahu bi saqara limen qala in hâzâ illa qavlul bashar alimna ennehu qavlu khâlikul bashar ve la yushbihuhu qavlul bashar femen absara hâzâ ateber ve an misli kavl kuffari inzecar. Muşunun hemmesi, muş sözlerin hemmesi yani Allah Teala'nın kalamının hadis ikenlikini nefi kılış için tekit. Allah Teala'nın kalamının hadislikini inkar kılışını tekleş. Nemiş ki aklıma getirdi o? Allah Teala'nın kalamı hadis emez. Herkes mi emez? Allah Teala'nın kalamı herif ve avaz cinsinden emez. Allah Teala özünün kalamının nefsi diye sıfat bilen sözdeydi. Kalam sıfatı sözdeydi. Allah Teala'nın ki kalamı herkesin mahluklarının kalamı hiç qanday jihatdan o'xshamaydi. Kim ki Kur'an-ı Kerim'nin mahluk dese, ya Kur'an-ı Kerim'nin hadis dese, ya ki Kur'an-ı Kerim xuddi insan Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de insanlarga o'xshash herif ovoz bilan so'zlagan dese, insan Allah Teala'nı insanın sıfatlagan bo'ladi. Anda olgandan keyin mana bu so'zning o'zi, bunda deganlikning o'zi xuddi shu Allah Kur'an-ı Kerim'de kalamul beşer deb sifatlagan kafirning so'ziga o'xshab qolgan bo'ladi bu. Kafirning so'ziga o'xshab qolgan bo'ladi, allohu billah. Nimishqa bu yerda Xoliqning maxluqqa o'xshatish kelib chiqadi bu yerda. Shunga bu ma'nolarda ta'ammul o'ylangan odam buning gapinga bunda kafirning so'ziga kafirning degan gapini deyishdan va kafirninki gapiga o'xshab qilishdan qanday qiladi? O'zini qattiq cheklaydi. Onda yaqinma bo'lmaydi, nihoyat ehtiyot qiladi. Deb bizga shunday dedi. Bunda shu ahvolatlardan ibrat olgan, o'zini to'xtatgan, o'zini tutib olgan odam ve alima ennalloh taala bi sifatihi laysa kal bashar. Alloh taolo o'zining sifatlari bilan insonga o'xshamaydigan, hech qanday jihatdan insonga o'xshamaydigan deganligini biladi deydi. Va axiru davana alhamdulillahi robbil alamin. Ve sallallahu aleyhi ve sellem ala halqi seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Yani doğru. Yani çünkü Allah Teala'nın sıfatları kadim. Allah Teala'nın zatı bilen turdu. Hiç kaçan yok buluşunu kabul kılmaydı. Ama insanın sıfatları olsa hadis. Onların zatı hadis olgandaki sıfatları hadis. Zavalını kabul kılıdı, yok buluşunu kabul kılıdı. Tügeşini kabul kılıdı. Keyfiyet, kemiyetlerini kabul kılıdı. Allah Teala ve Resulü'nün munezzahtur. Allah Teala nima qilishdan, so'zi hadis bulab qilishdan, zohir bulashdan, yo'q bulashdan, kayfiyat va kamiyatlarni qabul qilishdan pok va munezzahtur. Allah Teala laysa kamithlihi shay'un va huwas samiul basir.